qin kengligi, qindan havo chiqishi, peshob tutolmaslik, turmush o'rtog'i ozroq xafa bo'lishi, shu shikoyatlar bilan singlimiz keldilar. O'zgarish katta, ikkitadan keyin bildim foydasini, ikkitadan olganimizdan keyin bildim. Hozir mana oxirgisi O'zgarish bo'ldimi? Turmush o'rtog'ingiz xursandmi? Xursand. Lekin aytmayapti dedingiz a? O'zim sezyapman, lekin indamayaptilar dedingiz, endi aytishgan bo'ladi o'rtoqlar. Xullas, ultrafami MCL Buyuk Britaniyaning BTL apparatlari bular. Mana shu effektlarga ega umuman og'riqsiz protsedura. Organizmda mana qin devorlarida kollagen, elastin ishlab chiqarishni kuchaytiradi. O'zini organizmning xususiyatlari bor-ku, o'sha yashirin uxlab yotgan hujayralar uyg'otadi, o'shalar o'sishni boshlaydi va qin devori torayadi. Sezuvchanlik oshadi, qin devori torayadi, peshob tutolmaslik yo'q bo'ladi, oilada muammolar ham yo'q bo'ladi. Xullas, shunday ahamiyatga ega. Oliy toifali aksher ginekolog, reproduktolog, xirurg Qabulova Gulbahor Farmakolovna, sog'